namozdagi asosiy maqsad, namozni o'sha ado qilishda eng birinchi nazarda tutiladigan narsa bu qalbning xotirjamligi va xushuning paydo bo'lishligidir. Hamma o'sha ishlarning yig'indisi oxiri olib keladigan maqsad shu. Ya'ni qalbida bir xushu hosil bo'lsin, banda Robbisiga haqiqatda ibodat qilsin va bu ibodatida haqiqiy mu'min bo'lsin. Turgan ibodatida pulini sanamasin. Namozdaman deb o'ylab kontaktlarini terib chiqmasin. Namozdaligida tezroq tugasin, Telegramni ochiy demasin. Namozda turganida ishim nima bo'ldi demasin, ovqatim kuyib ketyapti demasin, bolam demasin, ishim demasin. Namozda turganda Robbim desin. O'sha namozdagi asosiy maqsad. Har bir banda o'zini imtihon qilsa o'zi biladi. Masjidga kiradiganlar namozlarda har kuni o'zini imtihon qilib ko'rsa, o'zini kimligini taniydi. Bugun masjidda, masalan, jahriy namozlarda imom qo'shimcha suraga, zam suraga nimani qiroat qilganligini eslab ko'rsin. O'tirib 5 mahal namozga chiqqan bo'lsa, masalan 3 mahal jahriy bo'lsa, qani nimani o'zi o'qidi deb o'ylasin. O'shanda biladi, u namozdamidi u yo namozdan tashqaridamidi. Ya'ni kishi qalbi bilan namozda bo'lgandagina namozda hisoblanadi. Hadisda rivoyat qilinadi. Kishi namozga turganida Alloh taolo men uni ro'parasida bo'laman. U mendan burilganda mendan burilaman degan. Burilishlik yuz bilan bo'lmaydi. Yuz bilan ham bo'ladi, lekin asli burilishlik qalb bilan bo'ladi. Ya'ni qalbi bilan dunyoga iqbol qilsa, dunyoni o'ylab unga kirib ketsa, xuddi nima bo'ladi? Bizga o'xshab qoladi. Bir namozni o'qib, namozda qaysi rakatda turganini unutib, keyin oxirida sajda sahvo qilishni ham unutib turib ketib, keyin nima bo'ldi ekan deydi. Ya'ni bir namozda 2 marta, 3 marta esdan chiqib qoladi, qaysi rakatda ekanligini. Allohga bilmaydi. Bunaqasi ham ko'p birodarlar. Alloh taolo bizni bundan saqlasin.